Yo'l transport hodisasi oqibatida yuk mashinasi ichida bo'lgan xavfli maymunlar qochib ketdi. Yangi Orleandagi universitetga qarashli bo'lgan maymunlardan laboratoriya ishlarida foydalanib kelingan va ular odamlarga nisbatan tajovuzkor. Aya hamma aytibdi-da, sizga bir gapirishda hojati yo'q ekan. Odamni ko'zidan tushunar ekansiz. Qana tarbiya olgansiz deb mendan so'rashyapti-da. Mana aya mimika bilan tarbiya qilgan dedim. Qoshini o'rtasi sal o'rtaga keldimi, bo'ldi, kalimani qaytarib uyga bor degani. Eslicha qosh ko'tarilib, ko'z sal ochildimi, bo'ldi, seni uyda 220 kilovatli tayoq kutyapti degani. Yo bo'lmasa nimadirni xohlab, istagingizni nito momentda izhor qilib qo'ydingizmi? Qilib qosh kesatildimi, men sizni uyga boray, sharoitingizni o'zim tushuntiraman degani dedim. Eslicha gapirmaganmi? Biz gapirtirsak, o'sha momentda, o'sha tochkada o'lib, o'sha yaxshisi uyga bormaganimiz yaxshi deb men ularga yaxshi tarbiya qilishda endi ko'rsatdimmi, yo bu hayotda umidini uzdimmi, yo fobiyamni aytdimmi, lekin menga yaxshi xotira dedim. Cho'tamjonka, yigiting gapi ichida qotdimi? Onasi ham yigiting ichida qor. Sekin taka romkasi tushib qoladi, bola. Oppa, oppa, oppa. Ilohi omin dardiga shifo bersin. Duoyim jinlarni quvib yetadi. Shaytonning vasvasasi nari ketadi. Inshaalloh ochilgan og'iz yopilib, amalim kulfatdan xalos etadi. Suv, yo'q, yo'q. Voy, endi rosa tozaqda yana qilib beramiz. Rahmat. Men seni ko'ryapman. Yo. Qaytar. Voy bilan. Алло, Арсен. Глям 200, понял, отправили. Ya bola bu kunlar necha yil kutdingiz? 19 yil 2 oy. To'ying ekanini eshitib qoldim. Alamimdan zaparosh oldim. To'ying ekanini eshitib qoldim. Alamimdan zaparosh oldim. Menga bosib to'yingga bordim. To'ying kuni talpada qoldim. Menga bosib to'yingga bordim. To'ying kuni talpada qoldim. To'yda meni otang ushladi. Yuzlarimga rosa mushladi. To'yda meni otang ushladi. Yuzlarimga rosa mushladi. Hammasini akang boshladi. To'ying kuni talpada qoldim. Hammasini akang boshladi. To'ying kuni talpada qoldim. Kichkinasimi, kattasimi? Jo'nkalarim.
menga qaysi biri yoqadi? Go komediya. नहीं मारेगा ना? हाँ नहीं मारेगा। बोल हरामजादे, नहीं बोलेगा। बोल आलू चटनी दाल भात, आलू गोभी बांधा गोभी फूल गोभी।